Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Mana biz Afg'onistonga baliq chiqarishimiz kerak edi. Hozir ko'lga ketyapmiz. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Andijon Repozga. Bugun biz xudo xolasa Andijon Repoz'damiz. Afg'onga eksportimizni yana davom ettiryapmiz. Xudo xolasa furamiz yetib kelib qoldi. Ungacha mahalliy bozor uchun kichik mashinalarda baliqlar chiqarib turilibdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi furamiz Afg'onistonga chiqib ketyapti. Baliqni yuklab, ko'lni tepasiga furamiz kira olmadi. Baliqni shu yerga olib kelib, shu yerga muzga urib yuklaymiz. Video davomida muzga urish jarayonlari, yuklash jarayonini ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'lsa, kimga manfaatli bo'lsa, albatta like bosib podpiska bo'lib qo'ying. Quyida nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mana xudo xolasa baliqlarimiz kelyapti, yuklash jarayoni boshlandi. To'liq videoni qo'yib boramiz. Albatta qiziq ko'ringlar, like, podpiska esdan chiqmasin. Kimga shunday baliq, shunday xizmatlar, cherka eksport kerak bo'ladigan, baliq ozuqalari kerak bo'ladigan, kimlar ko'lidan daromad ola olmay turgan bo'lsa, quyida nomerlar qoladi. Aloqaga chiqsang, daromadlarni 2-3 barobar oshirishga va'da beramiz. Albatta mutaxassislar bilan birgalikda yil davomida ishlaymiz.